Xo'p, sizlar uchun yaxshi ma'lumot. Kobaltimizdan ruchkasi chiqib ketganda alishtirib tashlashga shoshilmaylik. Bu narsani to'g'irlashni o'zingizga o'rgatib qo'yaman. Ruchkani yechib oldim, mana ko'rishingiz mumkin. Mana shu temiri chiqib ketadi. Hozir bu yerda ozgina qivoriladigan ishi bor. Ozgina temirni orqaga tortib turib, mana shu tagida prujinamiz bor. Mana shu prujinani shunday olib tashlaymiz. Bu kerak emas. Joyiga mana shuni tushirib qo'yamiz. Hop, joyiga tushirganimizdan keyin ruchkamiz yumshoq bo'ladi. Hop, ruchkamizni endi mana joyiga yig'ish jarayoni. Xudo xolisa ruchkani shunday yig'ib olsa, joyiga tushdi. Mana shunday olib kelamiz bu yoqqa. Mana bitta bosamiz, joyiga tushadi. 8imizni joyiga yaxshilab qotirib qo'yamiz, bo'ldi. Xudo xolisa hamshikani yig'ib olsa, masala hal. Boyiga olib tashlagan temirimizni qoqilgan xonaga o'xshagan temir itarib chiqarib yuboradi. Shuni hisobiga olib tashlaydi. Ruchka keyingi safar shunaqa holatga tushib ezilmasligi uchun. Mana tortib qo'yamiz. Qani tashqaridan ishlatib yuboring endi. Yaxshimi, yumshoqmi? Bo'ldi. Salafalarni joyiga yig'amiz, masala hal.